Samsung telefoningizni yashirincha videoga olsa bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin, ekran qop-qorong'i bo'lib turibdi. Hozir bu studiyada bo'lganiga sal ko'rinyapti, lekin ko'chada umuman bilinmaydi. Masalan, yon tugmani hozir 2 marta bosadigan bo'lsam, xuddi shunaqa mana syomka ketyapti. Sekundlarigacha ko'rishingiz mumkin. Yana 2 marta bosadigan bo'lsam, telefon xuddi blokirovkaga tushgandek bo'ladi va ekran qop-qora bo'lib turaveradi. Birinchi navbatda nastroyka bo'limiga kiramiz, rejimi va ssenariy degan joyga bosamiz. Pastdan ssenariy bo'limiga o'tamiz va tepadagi plus tugmasini bosamiz. Va endi eng tepaga bosib, xuddi shu joydan zapustit вручную degan joyni belgilaymiz. Endi pastga bosamiz va qidiruv joyiga max deb ruschada yozamiz. Maksimalniy затемнениeni tanlaymiz va eng tepaga ko'tarib gotovani bosamiz. Va endi xuddi shu joydan pastdagi добавить действие degan joyga bosamiz va endi яркость deb qidiramiz. Xuddi shu birinchisiga kiramiz va shu joyni 1% ga tushirib готово tugmasini bosamiz. Endi сохранить qilamiz. Готово bo'ldi. Endi bitta orqaga chiqamiz, pastroqqa tushib, дополнительный funksiya degan joyga kiramiz. Боковая knopkaga bosamiz va двойной нажатием ustiga bosib, pastroqqa tushib, rejimi и ssenariy degan joyni tanlaymiz. Va xuddi shu joydan hozirgi ssenariyimizni tanlab qo'yamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying va albatta Samsung do'stingizga ham yuborib qo'ying.